Yaxshimisilar ko'pchilik. Bugun men bundaq 3 maslahat to'xtalmoqchi. Birinchisi navbatdagi dunyo iqtisodining vaziyati. Ikkinchisi biz turmushimizda doim ishlatadigan credit card, ya'ni innovativ kartochka masalasi. Uchinchisi masala iqtisodshunaslar masalani qanday o'ylaydi yoki masalani qanday analiz qilgan vaqtimizda iqtisodshunaslardek o'ylaymiz degan shu temalar ustida bo'ladi. Oldi bilan dunyo iqtisodiga kelaylik. 2019 yildagi dunyoda yaratilgan umumiy dunyo iqtisodining yaratgan umumiy mahsulot qiymati 90 trillion atrofida bo'lgan. Ya'ni bu sanoatlashgan davlatlar, ko'tarilayotgan davlatlarni BRICS deydi. Braziliya, Rossiya, Hindiston, Xitoy qatorliq davlatlarni qo'shib va boshqa taraqqiy topmagan ellarningki butun iqtisodiy faoliyatlarga yaratgan daromadni qo'shib hisoblagan vaqtda 89 yoki 90 trillion dollar qimmatida boylik yaratilibdi. Bultur. Endi bu qatimqi shu vaboning ta'sirida dunyo iqtisodininki chekinishi bir aniq yoki muqarrar bo'lib qolgan gap. IMF'ninki bosh iqtisodshunosi, ya'ni xalqaro pul muomala fondininki bosh iqtisodshunosi Gina Gops xonim shunday bir gapni dedi. Bu qatim dunyo iqtisodi shu vaboning ta'siridan 1929 yili dunyo, ya'ni Amerikadan boshlangan iqtisodiy buhronninki ta'sir kuchtirgandek bir cho'ng ta'sirga uchradi. Buning natijasida dunyo xarakterli shu iqtisodning tushishi aniq, ya'ni 9 trillion atrofida boylik kemayib ketadi. Bu yil deb shunday dedi. Endi bu ahvol bu nimani tushuntirdi desa, dunyoning iqtisodida umumyuzlik bir chekinish bu yil ko'rinib turdi. Amerikaning o'zida hozir qadar shu bir oyning ichida ishsiz qolgan odamlarning soni 22 millionga yetibdi. Bu nayte kichik san emas. Ayni vaqtda, ya'ni 1929 yili Amerika iqtisodiy bo'hron yuz bergan vaqtda ishsiz qolgan odamlarning soni 9 million atrofida bo'lib, u odamlarning ishsiz qilishiga 2 yildak vaqt ketgan bo'lsa, bu qadimqi shu vaboning ta'siridan ishsiz qolgan odamlarning soni bir oyning ichida ashaddiy shunaq ishib ketgan gap. Bu albatta yaxshi xabar emas. Endi bu ishlar qachon tugaydi? Buning birini digil bo'lmaydi hozir. Nurg'un davlatlar o'zining chegaralarini etib oldi. Vabodan mudofialanish uchun yoki vaboning texnik yomrab ketib, odamlarning hayotiga tahdid silishi va ishlarningki texnik nacharlab ketishining oldini olish uchun shunday usullarni qo'llandi, ya'ni shaharlarni etadigan, chegaralarni etadigan. Buni bir buyuk to'sish yoki buyuk etib olish deb atashga boshladi ba'zilar. Dunyoning endi iqtisodiy ahvoli shu. Chegaralar etilgandan keyin, aloqa bo'lmagandan keyin, moddiy ashyolar u yoqdan bu yoqqa bormagandan keyin, savdo bo'lmagandan keyin iqtisodiy faoliyatlarni keyinga chekinadigan gap, pulmi yurishmaydigan gap, kapitalmi o'tkazmaydigan gap. Natijada dunyoning iqtisodiy umumyuzlik bir ma'lum mazgil shunday bir falaj holga tushib qoldi, ham tushib qoldi. Bundan keyin bu qanchalik davomlashadi, uni birini demaymiz. Biroq hammadan muhimi shu vaboni tizginlaydigan bir usul chiqsa ayt yaxshi bo'ladi. Ya'ni vaksina bo'lsa, kasal bo'lganlarni davolaydigan, kasal bo'lishini oldini oladigan vaksina bo'lsa, u chog'da yana iqtisodiy faoliyatlar asli keladi. Bu bir xil bu vaboninki davlatlarga ta'sir ko'rsatdi, dunyo iqtisodiga ta'sir ko'rsatdi deganimizda, u albatta konkretni odamga ta'sir ko'rsatdi. Buning natijasida oldi bilan buning zarbasiga uchragan kasblar nima bo'ldi desam, qatnash transport, yemak ichmak, milishmal, ko'ngil ichish, masalan kinoxona, tantarbiya degandek narsalar bo'ldi. Endi buning ta'siri, bu birinchi ta'siri bo'lgan bo'lsa, ikkinchi ta'siri endi oq yoqli xizmatchilarga bo'ldi degan gap. Ya'ni ba'zi shirkatlarmi odam qisqartirishga boshlaydi buning ta'sirida. Shunga oldimizda, ya'ni ishsizlik nisbatini ortish mumkin.
hozir xizmat va ba'zi odamlar xizmatni yo'qotib qo'yishi mumkin. Amerikada o ifodalanishga boshladi degan gap. Masalan, pul muomala sohasida, bank sohasida bu ishlar yuz berishga boshladi degan gap. Bozor odatda tovarlar bozori, emgak bozori, pul muomala bozori deb shunday bo'ladi. Tovar mulozimatlar bozorida ishlab chiqarish, almashtirish, setilish deydigan narsalar to'sqinlikqa uchradi hamda butun yana itilib ketgandan keyin. Buni masalda emgak bozoridami intayin bir selekish yuz berdi hamda bu pul muomala bozorlariga, kapital bozorlariga ta'sir ko'rsatib, hozir navbatda mana biz ko'rayotgan ishlar yuz beryapti, pay cheki tushib ketgan. Mana shunday ahvolda ba'zi qo'lida puli bor odamlar nima ish qilishimiz kerak, nima mablag' solishimiz kerak deb o'ylaydi. Ba'zi xususiy boyliq maslahatchilarininki tashabbus qilayotgani nima deganda ba'zilari oltin olib qo'yinglar desa, ba'zilar pulinglarga Amerikaning zoimlarini olib qo'yinglar yoki bo'lmasa pulinglarni azroq bir o'sim beradigan amonat banklarga pul qo'yib qo'yinglar deb. Qo'lingizda naqd pul bo'lsa, uni uyda tutib tursangiz, uni bir usul. Hozir bunday chaqda iqtisod ilgarilangan chaqda pul paxallik yuz berishining ehtimolligi bek cho'ng emas. Agar hukumat favqulodda pulni jiq besib chiqarib qilmasa, mana 2 trillion degan hech gap emas. 2 trillion chek taqatdi, pul taqatdi hozir. Bu faqat aholilarningki, ma'lum kirimdan tuvan bo'lgan aholilarningki qo'liga azroq pul kirsa, hech bo'lmaganda yemak-ichmak masalasi buni hal qilib tursa, ondan vabo mazgili o'tib ketgandan keyin har qaysi sohalar yana asosda ishga tushsa, ular ishsiz qolgan odamlarni xizmatga olsa, ularning qo'liga kirim kirsa, shuning bilan iste'mol oshsa, iste'mol iqtisodni yana qayta qo'zg'ab ketadi degan shunday umid bilan bo'layotgan ishlar. Bu shunday sharoitda ko'proq bir uchurlarga diqqat qilish kerak. Ko'proq uchurlarga pul muomala haqidagi uchurlarga diqqat qilish kerak. Bankaga agar $250,000 chiqib pulni bo'lsa, uni 20 million pulingiz bo'lsa, uni bir bankka qo'yib olish, bu menimcha hozircha toza aqlanish emas. Nima deganda banklar vayron bo'lib ketgan ishlarmi yuz berishga boshladi. Agar shunday bo'lib ketib qolsa, bankka sizga $250,000 ortiq pulingizni bermaydi degan gap. Chunki men vayron bo'ldim deb jakalasa, shunday bo'ladigan gap. Bu dunyoning iqtisodiy to'g'risida berilgan kichkina ma'lumot. Hamda ikkinchi masala shu credit card, ya'ni inovatli kartochka masalasida so'ralgan bir savol bor ekan. Shu credit cardni ilishning ba'zi odamlar jiq elib oladi, shuning foydasi bormi degandek bir savol bor. Bir savol chiqdiki, buni aytib muhim. Chunki biz hozir zamonaviy iqtisod yashayapmiz. Credit card bilan muomala qilamiz, ya'ni qo'limizda bir necha kartochka bo'ladi, yanchiqlarimizda. O mayli Visa kart bo'lsin, Mastercard bo'lsin yoki bo'lmasa American Express degan kart bo'lsin, shunday odamlarda bir necha xil shunday kartochka bo'ladi. Oldi bilan bu shu yaxshi ishmi? Ba'zilar uni jiq ilib bejarib bulab, undan keyin uni vaqtida to'lamay qaqshaydigan ish bor. Bu qanday ish deb. Demak, qaqshaganning o'zi bu ishning yaxshi emasligini bildirdi. Buni har qanday narsani o'zining ehtiyojidan jiq ilishning o'zimi yaxshi ish emas. Shunga bizda haliqi bir gap bor, putunga yotqanin qarab uzat deydigan. Qutatqa belirtma Yusuf Asajibning shunday bir gapi bor ekan. Kirming beqib chiqim qil. Chiqiming eshib ketsa, kirim qilishning yo'lini qil deydigan. Demak, shu cho'nglarningki maqol tamsillarimiz, cho'nglarningki nasihatlari buning asoslangan vaqtda hayotda bir o'zimizningki hurmatni saqlab yashashning usuli qarzga bog'liq qolmaslik, o'zimizga oldi bilan o'zimiz iqtisodiy jihatdan mustaqil bo'lish, hech kimga bir qarz olmaslik kerak. Qarz olsaqmi shaxsga olmay, bankaga bo'lsak bo'ldi. Endi bankaga nurg'un odam qarz oldi. Nurg'un odam qarz oldi bankaga.
tijorat qilish uchun qarz oladi, uy sotilish uchun qarz oladi. Buning hech qanday xato yeri yo'q, chunki bu zamonaviy iqtisodning shunday bir alaylığı, kişilərə şundaq bir tanlashlarni berganligi. Lekin credit card masalasi bana kelgan vaqtda sezgurroq bo'lishimiz kerak. Nimishqa deganda biz credit card banka sizga bergan credit card sizning pulingiz emas. Bu bir xil qarz. Odatda bankalar credit cardni shu bankalar taqdida shu iste'molchilarga, aholiga, shaxslarga shunday xatar etib, biz sana 0% o'sim bilan ma'lum summada pul qarz beramiz, ilib xarjla deb. O bankalarning yaxshilab ketganligini emas, bankalarning pul tepishni maqsad qilganligini. Shuning bilan siz onunğa iltimos qilsangiz, sizning kirimingiz, ba'zi uchurlaringizni bular ilib, okey, sizga $5,000 yoki $10,000 qarz bersam bo'ldi ekan deydi. Bu $10,000 pul sizning pulingiz emas. Sizning pulingiz ishlab topgan yanchig'ingizga bankingizga pulingiz sizning pulingiz. Mavi credit card, ya'ni inovatli kartochka sizning pulingiz emas, u bir xil qarz. Iqtisodshunosda bir gap bor, dunyoda bekorlik tomoq yo'q deb. No free food in the world deb qo'ydi. Dunyoda hech qanday bekor tomoq yo'q deb. Bu credit card shirkatlarining, bankalarning bu xil inovatli kartochkani sizga berishi ularning yaxshiligini emas, ularning o'zining pul tepishni o'ylaganligidan. Nimishqa deganda siz shu sizningki banka bergan qarzni yandiramasligingizga qarab turib, har xil ehtimollarga selib turib, ular makishiga $5,000 yo $10,000 qarz bersam bo'ldi ekan deb ashunaq mo'ljallaydi ular. Onunki bir chek bo'ladi, sizga ma'lum summada pul berdi, uni jiq bermaydi, siz so'ragandan bermaydi. $10,000 bersin desak, siz bu kredit card bilan har xil narsalarni chiqimlaringizni to'laysiz. Masalan, uyning telefon pulidan tortib, toki yemak ichmakcha, kino ko'rishgacha, kitob sotib olsangiz, hammasi kredit card ishlatsangiz bo'ladi. Ammo uning vaqti bor. Odatda 23 kun bilan 31 kunning ichida cho'qim siz xarjlagan pulni to'lab qo'yishingiz kerak. Agar kredit card sizga $10,000 xarjlasang bo'ladi, 1 yilning ichida shu $10,000 xarjlasang, sana o'sim olmaymiz 0% desa, siz undan qiziqib ketib, dastlabki bir oyda $3,000 xarjlab olsangiz, ya'ni $7,000 xarjlasangiz bo'ladi, lekin $3,000 xarjlab oldingiz. $3,000 xarjlagan bilan siz bu $3,000 siz $3,000 shu bir oyning ichida $3,000 xarjlab oldingiz. Shu $3,000 shu 31 kunning ichida to'lamasangiz, onunğa keyin albatta inovatli kartochka shirkatlarining o'zininki bir tuzumlar bo'ladi. Uning o'sim olish mumkin. Dastlabki 12 oyda o'sim olmagan bilan siz shu $10,000 xarjlab bo'lib 1 yilning ichida qaytaramasangiz, sizga nəhayət iğri o'sim oladi, masalan, 25% qıç o'sim oladi. $3,000 xarjladingiz, ondan keyin yana 1 yil 31 kunning ichida $3,000 aram $1,000 to'ldingiz. $1,000 to'lsangiz, kredit sizning inovatli kartochkada xarjlash tegishli pulingiz $8,000 bo'ldi. Chunki siz $2,000 to'lab bo'ldingiz. $1,000 to'lab bo'ldingiz. Shuning bilan asli $7,000 bo'tdi. Hozir $8,000 xarjlasangiz bo'ldi, lekin $2,000 siz $2,000 to'lamadingiz. Agar bu oyda shunday yig'ilib mingilab olsa, siz 12 oyning ichida buni to'lab bo'lmasangiz, mush dastlabki 1-oyda xarjlagan, to'lamagan $2,000 ga bular yig'ir o'sim oladi 25%. Demak, 15% bilan 20% atrofida o'sim oladi. Siz u pulga hargiz bu o'simga nisbatan hargiz sal qarmang. Uni aytib, cho'ng buning yig'inda ta'sirini aytib cho'ng olib, sizning iqtisodiy moliya jihatdagi mustaqilligingizni yeb ketadi. Shuna ko'p xil necha xil kredit card inovatli kartochkani ilishninki hojati yo'q. Favqulodda zarur chaqlarda tijorat uchun yoki bir ish uchun abdusi bo'ladi. Ammo cho'qim ash prinsipga amal qilish kerak buni. Shu 0%lik muddati to'shashdan burun buni to'lab o'tish kerak. Agar uni dal shu vaqtda to'lab o'tmaydigan ish bo'lsa, qaqshaydigan, u yoqdan pul moyoqdan kirdi, oyoqdan chiqadi, bu yoqdan g'urildab kirdi, oyoqdan g'urildab chiqadi degandek, bu shunday ishlar bo'lib, odamga ro'yi besim keladi.
gap qiladigan gaplarni azaytadi. Shunga hargizmi alaqi bo'y yetmaydigan shaqqa esilmaslik kerak. To'lanmaydigan narsaga intilmaslik kerak deganga o'xshash. Inovatli kartochka masalasiga kelgan vaqtda birinchisi uni nihoyatda yaxshi o'qish kerak, tushunish kerak uni. Uning ichida muayyan bir qo'yimchilik usullari bor. Bu bozorligida qonun davlatida qo'yimchilik bo'lmaydi deb undaq qilishga hargiz bo'lmaydi. Men tunji qitim shundoq inovatli kartochkani ochgan vaqtda men mashina o'ylab ekanman, voy bo'ladi degandan halqi yolg'onchilik, qo'yimchilik bo'lmaydi deb o'ylab ekanman. Biroq bir hisobotni ichib bir 6 oylardan keyin bir joyda qarab boqayda bunda qarasam bir halqi nimalar baholar turdi uningda. O'ylab baqsam, qarab baqsam bu baholar men beribmi baxmagan boshqa bir ishlatlardan mening kartochkamni ishlatib, shunday kartochkamga sen manda mulozimatni setib olding, shu manchilik pul to'lading deb turdi. Shuni bilan men ularga telefon qilib men bu yerga beribmi baxmagan. Anglagan lekin beribmi baxmagan. Men mayar turgan odam bu qanday gap bo'lib ketdi desam, voy biz bir chaq sana telefon qilib, mush mulozimatni setib olamsan desak, sen ha deb ekansan deydi. Shunda telefon qilganim bor, lekin u chaqda deyilgan masala manda masalada, yana seninki kredit va inovatli kartochkaning bexatarligini qo'g'daymiz. Mushunga ma'qul demsan degan tan, ha degandim, lekin uning baholimiz degan gapni demagan tanlar. Desam, kechirgan deydi. Sen mani kechirversan, men haqni ilversan, endi kechirib o'tdim. Bo'lmasa bu meni oldiganlik bo'ladi. Men qancha qitim to'labdim shuni desam, 3 oy shol tutibdi. Men bu inovatli kartochkaning oylik nimasini statement deb qo'yamiz-ku, oylik ahvolini, ya'ni hisobot ahvolini men burun ko'mgachga, ishini nimagachga uni diqqat qilmab ekanman. Undan ash qitim 6 oy o'tgandan keyin men diqqat qilib, dastlabki shular menga mening kartochkamga mendan olgan haqni, 3 oylik haqni men tepib oldim-da. Ular o'zlari deb berdi. Biz 3 oy bo'libdi ekan, biz shu charge, o'sha chiqimni biz sana to'latkizgili dedi. Bu ish qilgan to'g'rimi deb unda desam, kechir, biz hammani ilib deb ilib Demak, bu misol bir xil qo'yimchilik, hamda nihoyatda chiroyli qo'yimchilik. Kichik ishlarga diqqat qilish kerak. Har oylik shu inovatli kartochkaningki oylik hisobotini yo'llab bergan vaqtda cho'qim uni bir tekshirib ko'zdan ko'rib o'tish kerak. Necha minut vaqt ketadi, 2 minut, 3 minut, 4 minut vaqt ketadi. Bo'lmasa bir qitim asuga mayli siz bu vaqtni agar necha qitim bo'la olsa, siz bilmasangiz kichik ish degan bilan bu Benjamin Franklinning bir gapi bor. Kichikgina yo'chiqma yo'g'on parxodni g'ultib etdi deydigan. O'shunda kichik chiqimlar yig'il hilvasi sizningki pul muomala jihatdagi, iqtisodiy jihatdagi aramsizligingizni buzib o'tadi. Shuna inovatli kartochkaga nisbatan aytgan vaqtda zarur bo'lgan vaqtda bir ishni bajarib qo'yish kerak, ammo nechin 4ni, 5ni elish yoki bo'lmasa bir kartochkaningki chiqimini yana bir kartochkadan to'lab, uni to'lagan vaqtda uni haq to'laysiz. Bak uzatib o'tmaslik kerak. Bo'lsa to'lab o'tish kerak. Amal va shu inovatli kartochkaningki qarzlarini to'lab o'tish kerak, chunki uningki chiqimlari intayin nima o'sim nisbatan cho'ng. Bu ikkinchi tema. Uchinchisi ixtisosshunoslar masalani qanday o'ylaydi deb. Masalani o'ylagan vaqtda albatta bir asoslangan bir prinsip bo'ldi. Prinsip deganimiz shu ishlarning o'zining qonuniyati degan gap. Ya'ni prinsip bo'yicha ish ko'ramiz degan gap, shu ishning qonun tuzumlari bo'yicha ish ko'ramiz degandek. Iqtisodda asosliq bundaq bir necha xil asosli prinsiplar bor. Birinchisi odamlarning ehtiyoji cheksiz bo'ladi. Ehtiyoj cheksiz bo'lganlikdan, ammo bu ehtiyojni qandoqli, hammani qandoqli bo'lmaganlikdan, boylik cheklik bo'lganlikdan biz mushu xil cheklik boylik bilan cheksiz ehtiyojimizni eng yaxshi darajada qondirish uchun bir tanlash olib boramiz. Ya'ni chekliklik
kamchilik bizni tanlashga majbur qiladi deymiz. Bu birinchi prinsip. Ikkinchisi, biz tanlash elib bo'lgan vaqtda har xil tanlashlarimizning ichidan o'zaro mundaq bir tangponlikni saqlaydigan ma'lum bir narsaga erishish uchun nimadan voz kechish kerak deb o'ylaydigan bo'lishimiz kerak. Buni hisoblashda fursatdan narxi deb qo'ydi. Shu vaqtning o'zida men mayada ma'lum gaplarni qilyapman. Shu vaqtning o'zida men boshqa ish qilishim kerak. Vaqt bir menga. Vaqt menga bir. Mush bir vaqtning o'zida men chiqishni qila olmayman. Ham bu yerda so'zlayolmayman, ham bir yerda bo'ynimga beshimga yostiqni qo'yib, rahatlanib uxlay olmayman. Men bu yerda leksiya so'zlayapman degan gap, men yumshoq mamuq ko'pining ustida uxlayapman degan gapni tashlavatdim degan gap. Ya'ni bir ishni qilish uchun menga vaqt kamchil. Biz kamchil vaqtni yaxshi foydalanish uchun men leksiya so'zlashni tanladim, uxlashdan voz kechdim. Ya'ni uxlashning o'zi, uxlash orqali o'zga elish menga nisbatan bir yo'qolgan fursat bo'ldi. Shunga iqtisodiy masalalarni o'ylashgan vaqtda vaqtchaklik, pul chaklik yoki kirim chaklik, hatto odamning hissiyoti, ko'nglimi ba'zi chaklik bo'lib qoldi. Shunday chaqda ko'nglimni tatidi. Nimani qilsam men yaxshi o'zirlayman. Nimani yaxshi xohlayman deganda cho'qim o'ylanish kerak. Hisoblashlar shunday o'ylaydi. Hisoblashlar masalani shunday o'ylaydi. Ya'ni men bir bu hamda yana bir atalg'ini maydonga keltirdi. Marginal deydigan gap. Marginal fursat tannarqi. Fursat degan so'z bizda bor. Tannarq degan so'z bizda bor. Ammo bu ikkisini tarkib topgan fursat tannarqi degan so'z bizning yoziqlarimizda, bizning kitoblarimizda asosan bir uchrab ketmaydigan. Endi hozir mana shu g'arbning hisoblashchiligi deb qo'yamiz. G'arb hisoblashchiligi bilan tanishgandan keyin iqtisodiy kitoblarimizda fursat tannarqi degan so'z paydo bo'ldi. Marginal yoki margin degan so'zmi shundoq. Bu so'zmi g'arb hisoblashchiligi bilan tanishgandan keyin paydo bo'ldi. Bu fursat tannarqi, marginal degan bu so'zlar odamlar odatda darhol o'ylab ketmaydi. Masalan, Layligulning lag'manini desak, Layligulning lag'manini men qo'sqim ichib, Layligul oshpizlar ochgan bo'lsa, lag'manxona ochgan bo'lsa, men yerga kirdim. Birinchi qo'sqim och, birinchi taqsi lag'manni yedim. Men nima qilmayman uni? Chunki hozirlik uchun, ham hayotlik uchun yeyishim kerak. Lekin umaç yesam bo'ladi, suiqash yesam bo'ladi, lag'man yesam bo'ladi. Lag'manni lekin men yaxshi ko'raman, kirman ba, shuning uchun lag'man yedim. Umaç ichmadim, suiqash ichmadim. Lag'manni yegan vaqtda birinchi taqsi lag'manni yedim. Shunami? Birinchi taqsi lag'manning menga berdigan huzuri, biz hisoblashchilikda shuna deb qaraymiz. Kishilarning tovar va mulozimatlarni iste'mol qilishdan maqsadi huzurlanish uchundir. Birinchi taqsi lag'manni yegan vaqtda uning menga berdigan huzuri intayin yuqori bo'ldi. Keynidan birinchi taqsi lag'manni yeb bo'lgandan keyin endi ikkinchi taqsi lag'manni yesa, keynidan bugun tushda bir taqsi lag'manni yeb, at tushda yana bir taqsi lag'manni yesam, akilgan huzuri o'xshash bo'ldi, chunki at tushdim qo'sqimachidi mening. Ammo birinchi taqsi lag'manni yeb, ular uning keynidan ikkinchi taqsi lag'manni ko'zam to'ymagandek, ular ikkinchi taqsi lag'manni yesam, uning berdigan menga huzuri oldingi birinchi taqsi lag'manni qaragan vaqtda to'varak bo'ladi. Andan uchinchi taqsi lag'manni yana yesam, u chaqda birinchisi men 3 taqsi lag'manga pul to'layman, ammo uchinchi taqsi lag'manning menga akilgan huzuri texmi to'van bo'ladi. Shunga bu yerda buni biz tuvallab berayotgan marginal huzur deb ataymiz buni. Shu demak, marginal degan gap bir narsaning girviki, cheki degan gap. Cheki bo'sh qolgan ya girvak degan gap. Shuni hisoblashchilar masalani o'ylashgan vaqtda bizning barliq faoliyatlarimiz, bizning hayotdagi barliq faoliyatlarimiz shu fursat tannarxi bilan munosabatli. Ya'ni bir narsaga erishish uchun bir narsadan voz kechimiz. Agar maktabda o'qiydigan bo'lsak, maktabda o'qiymiz, diplom olamiz deydigan bo'lsak, maktabda o'qishning o'rniga ishlab, u yerda ishlab pul topsaq bo'ldimizmi?
pul topadigan fursatni qo'ldan berib qo'ydik degan gap. Bir vaqtning o'zida ikki kishini tanqid bo'lmagandan keyin pul topadigan vaqt maktabda o'qisak, pul topadigan ishni ishdan qo'rqib qoldik. Lekin nemishqa maktabda o'qiymiz, nemishqa diplom olamiz deganda biz ashxil qarashning, ashxil tanlashning to'g'ri bo'lganligi uchun biz oxirgi hisobda o'qish orqali munsim ma'rifat tarbiyasi ko'rish orqali diplom bilan ega bo'lmaymiz. Bilimga, yangi dunyoviy ko'z qarashga, yangi qobiliyatga ega bo'lamiz. Andan uni turmushimizga tatbiqlab, xizmatimizga tatbiqlab, hayotda yaxshiroq turmush kechira olamiz deb shuni ishonganligimiz uchun shu vaqtning o'zida qaror chiqargan vaqtda oliy maktabda o'qishning yoki maktabda o'qishning bizga akildigan huzurining foydasining biz voz kechgan avvalgi ishlash orqali u yerda gazir setib, bu yerda dog' setib topgan pul tepib tergishlik qilishdan yuqori bo'lganligi ishonganligimiz uchun ashni tanlab oldik. Shu iqtisodshunasda masalani o'ylagan vaqtda fursatdan narxi va ma'lum bir ishni keyin-keyindan qilsam, uning menga akildigan foydasi yuqori bo'lamdi yoki uning tannarxi yuqori bo'lamdi deb shunday selishtirishdan kelib chiqilgan narsa. Buni kishilar odatda bunday kelib, shuni o'ylamdi deydigan gap. Biroq iqtisodiy faoliyatda, ya'ni texnik aytgan vaqtda kishilarning tanlashimi kishilarningki bir xil qilmishlaridan iborat. Masalan, Amerikada oshxona ochgan biraylar bor deydi. Ipak yo'li deb oshxonasi bor bizning mana bu Bostonda. Ipak yo'li oshxonasida xo'jayini sodasi toza qizayotgan chaqda 4 odamni ishlatsin deydi. Sodasi toza qizigandan keyin andan men sodani texnik yaxshi qilman deb 5-chi bir odamni ishga olaymi, olmaymi deb o'ylagan vaqtda cho'qin deb o'ylaydi deganda 5-chi odamni men ishga olsam, uning maosh berimi to'g'ri. U muayyan oshxonada muayyan bir o'rin egallaydi. Buning akildigan foydasi bu menga nisbatan tannar qildi. Uning to'laydiganim, uning oshxonadagi o'rinni egallashi tannar qildi. Ammo buning menga akildigan foydasi qanday bo'ladi deb o'ylaydi. Agar 5-chi odamni yollash orqali lag'manni jiqsata olsak, kirimi foydasi chiqroq bo'lsa, cho'qim oladi. Agar 5-chi odamni olsam, uning akildigan foydasidan tannarxi ish ketadi deb o'ylaydigan bo'lsa, buni olmaydi degan gap. Chunki iqtisodchilar masalani o'ylashgan vaqtda ham mush ishni bir-birlik, ya'ni kichikkina jiqroq qilsam qanday bo'ladi deb o'ylaydi. Ham ma'lum bir ishni qilish uchun nimadan voz kechishim kerak degan o'ylaydi. Bu fursatdan narxi masalasidan iborat. Iqtisodchilar fursatdan narxi, marginal analiz usuli mushulardan foydalanib masalani o'ylaydi. Ondan keyin iqtisodda yana bir prinsip bor. Kasblashish hammalarga foydali deb. Ma'lum maxsuslashish, kasblashish yoki ish taqsimoti hammalarga foydali deb qaraydi. Bu deganlik, agar siz sotrashlikda yaxshi bo'lsangiz, hamma kasbning o'zining ustisi bor. Shu bizdagi gap bor. Qushqach bo'lsin, qassob so'ysin deb. Chunki qassob shu narsalarni qilishning usulini yaxshi biladi. Sotrashning shu, kiyim tikishning shu, oshpazning shu. Voyaga yetkazib qildigan odamlar bo'ladi. Agar meni qo'pab, qaysar ma'lumma tamoq etinglar desa, men aytgan tomoqni qushqachmi yemaydi, masalan, ham yetamaymi demoqchi-da. U qilolmayman. Uni qilolmaganlikka men qilmasdim kerak. Uni qila oladigan odam yaxshi qiladi, tiz vaqtning ichida sifatli yaxshi qila oladigan odam shuni qilish kerak. Har kim o'zining qobiliyatiga yarasha ish qilgan vaqtda siz sotrashlikni yaxshi qiling. Men omatimni yaxshi satay. Men omatimni setib topgan pulga kelib, chechimni sizga oldiray. Siz men to'lagan pul bilan mening omatimni eling desak, hech kimga foydasi bor degan gap. Demak, iqtisoddagi yana prinsiplarning birisi kasblashish yoki ish taqsimoti, maxsuslashish, kasblashish hammalarga foydali deb qaraymiz. Ondan iqtisodchilar yana bozor butun boyliqlarni
ijtimoiy iqtisodiy boyliqlarni taqsimlashda nihoyatda unumli rol o'ynaydi deb qaraydi. Yani bozorning roliga ishlanadi. Shuning bilan birlikda yana bozorning o'zgarishlik kamchiligi borligini buning uchun yani bozor ba'zida mag'lub bo'lganligini buning uchun hukumatningki iqtisodga aralashmasi bo'lmaydiganligini deydi. Buning bozorlarning mag'lub bo'lishidagi misollar qaysi desak 2007 yil 2008 yil Amerika yuz bergan iqtisodiy pul muomala krizisi. Pul muomala krizisidan kelib chiqqan iqtisodiy kriz. Shu vaqtda bozor mag'lub bo'ldi. Chunki bankirlar qisqa muddatlik foydani o'ylab qarzni to'lash iqtidori bo'lmagan odamlarga nurg'un qarzlarni, nurg'un pullarni berib o'tib, o pullar bankirlarning qarz bergan puli, o boshqalarning qo'ygan omonat puli. Siz uni to'layolmaydigan odamlarga qarz berib qo'ysangiz, omonat sizga omonat pul qo'ygan shirkatlar odamlar kelib pulni qaytarib berdi, siz to'layolmasangiz vayron bo'lmaydigan bo'lasiz. Tushunarli. Shunday chaqda davlat iqtisodga aralashadi deydi. Bozor qandaqsiga boyliqlarni yaxshi taqsimlaydi degan vaqtda biz iqtisodni bunday faraz qilamiz. Odamlar chekli kirim bilan o'zininki hol ahvolini eng yaxshi qilish uchun tirishadi. Shirkatlar tuvan tannarx bilan foydani eng yuqori qilishni o'ylaydi. Davlat bojdan kirgan kirim orqali o'zining fuqarolarining farovonligini eng yaxshi darajada kafolatlantirishni nishon qildi deb mundaq faraz qilamiz. Masalan, shirkatlar uchun aytgan vaqtda baho va foyda nihoyatda muhim bir xil rag'batlantiradigan narsa. Ma'lum bir narsaning bahosi oshgan vaqtda, shirkatning foydasi oshgan vaqtda, o foydani ko'rgandan keyin boshqalarmi shu kasbga kirdi. Shu kasbga kirib, shu sohaga kirib, toki foyda bu erkin bozorda bo'ladigan ish, toki bu foyda qolmaguncha shu sohaga odamlar, shirkatlar kirib tijorat qiladi. Endi odamlar chi deganda, odamlarmi o'zining manfaatini o'zguncha cho'xtatib, o'zini yaxshi qilish orqali bilib bilmay jamiyatga foyda qilishni qilib qo'ydi. Bu to'g'risida Adam Smith deydigan hozirgi zamon iqtisod ilminingki otasi bo'lgan Adam Smith degan kishi 1776-yili Milliy boyliqni ishlab chiqarish degan kitobida shunday bir qarashni o'tirib qo'ygan, ya'ni ko'rinmas qo'l degan ideyani, invisible hand. Ko'rinmas qo'l baho orqali shu jamiyatda iqtisodiy boyliqlarni, yoki ijtimoiy boyliqlarni yaxshi o'rni, yaxshi taqsimlaydi deb qaraydi bu kishi. Bu deganlik nima? Mabay Layligulning ochgan lag'mini dedim. Layligulning lag'manxonasi yaxshi, mazalik, pokiz, ta'mlik, bahos muvofiq. Qarshi ilishga ilindi. Tomoshabinlar, iste'molchilar tarafidan. Bu Layligulning bunda yaxshi bo'lishi, uning haqiqiy yaxshiligidan emas deydi. Adam Smithning nimasiga qarasak qilqi, ko'rinmas qo'l nazariyasiga tatbiqlasak o'sha ishga. Uning yaxshi bo'lishi, uning aqlligligidan. O o'zam yaxshi bo'lay deb ishlarni yaxshi qilyapti deydi. Tomoqni yaxshi yesa, bahon muvofiq qilsa, pokiz bo'lsa, ishonch bo'lsa, albatta kishilar buningki oshxonasi borda, buning o'zi uchun foyda bo'ladi. Demak, bu o'zining yaxshi bo'lishi uchun, o'zining ishlarining yaxshi bo'lishi uchun boshqalarga yaxshi bo'layotdi degan. Barat Navoiyning nonni mazalik, payzi yiqishlik sabab nima? Uning o'zining yaxshi bo'lib ketganligidan emas. Bu odamning aqlligidan. Bu nonni yaxshi yapsa, pokiz, mazalik yapsa, odamlarning nonni ashning nenini setib olganligini biladi. Shuning bilan bu ishni toza voyaga yetkazib qiladi bu odam, nonni yaxshi yapadi. Ya'ni maynur tikuvchining kiyimni go'zal tikishi desa, uning yaxshiligidan emas. Balki uning o'zining manfaatini ustun o'rin qo'yganligidan. Chunki u faqat o'zi yaxshi bo'lish orqali, ishni yaxshi qilish orqali, ishning o'zining boshqalarga ishini yaxshi qilish orqali o'zining ishlarining texnik yaxshi bo'lganligini biladi deb qaraydi bu odam. Shunday bo'lgan chaqda hammadan ishni yaxshi tarafdan qilsa, hamma kasbni odamlar shunday voyaga yetkazib qilsa, boyliq yaxshi taqsimlanmaydi nima bo'ladi? Masalan, shirkatlar o'zaro raqobatlashgan vaqtda ma'lum bir sohada foyda bo'lsa, shu sohaning foydasini, shu sohadagi foydani yeymiz deydigan shirkatlar ko'paygan vaqt nima bo'ldi? Raqobat bo'ldi. Raqobatning natijasida birinchisi mahsulotlarning turi ko'paydi, sifati yaxshilandi, bahosi tuvan bo'ldi.
Бағасы төмен болды деген kimге yaxshi? Aholilarga yaxshi, iste'molchilarga yaxshi-da. Chunki aholilarningki iste'mol qilgan turli tuman tovar mulozimatlari bor. Xam chot, ya'ni kirimi cheklik bo'lgan ahvol ostida mahsulotlarning bahasi төмен bo'lsa, sifati yaxshi bo'lsa, ular texnik ko'proq tovarlarni iste'mol qila oladi, mulozimatlarni iste'mol qila oladi. Adam Smith'ninki ko'rinmas qo'l nazariyasi mana shundan iborat. Bu nayt bozorchiligida nayt ustunlikni egallab keldi bu qarash. Anadan keyin iqtisoddagi yana bir muhim prinsiplarningki birsi nima degan vaqtda davlatlarningki shu iqtisodiy faoliyatlarda qo'llanishadigan bunda 3 ish. Birinchisi iqtisodning ishi. Iqtisodning ishi davlatning iqtisodi ochdi degan gap, kishi beshiga to'g'ri keladigan milliy daromad ochdi degan gap. Bu kishilarningki turmush sifatini yuqori ko'taradi. Shuning bilan birlikda tuvan pul paxalligi, ishsizlikning tuvan bo'lishi. Ko'pincha vaqtda pul paxalligining tuvan bo'lishi, ishsizlikning tuvan bo'lishi bu oz uchraydi. Bu maqsadlar bir-biriga ba'zida zidroq bo'lib qoladi, lekin mayli qanday bo'lishidan qat'iy nazar, bu makrolıq nishonlar iqtisodning ishi, milliy daromad, ishsizlikning tuvan bo'lishi, andan keyin pul paxalligining tuvan bo'lishi. Lekin iqtisodiy faoliyatlar o'tganda men degandek doim davrinib turdi, ish tushib turdi. Bu chaqda iqtisod bak kasalashib ketsa, ishsizlik ishib ketsa, hukumat kengayma pul siyosatini qo'llaydi yoki bo'lmasa kengayma moliya siyosatini qo'llaydi, bajlarni kesadi yoki bo'lmasa o'sim nisbatini tushirdi yoki pul besib chiqardi. Bu pul besib chiqadi degan gap pul paxalligini keltirib chiqaradigan bir omil. Demak, mushku o'tirisida muayyan bir tamponni saqlashning o'zi o'ng'ay masala emas. O'ng'ay masala emas. Anadan keyin davlatlarningki, xalqlarningki boy bo'lishida yana iqtisodshunoslar shuni deb qaraydi. Hokimiyat apparatlarining, ya'ni usti qurolning rolini aytib cho'ngdi. Shuning bilan birlikda shu xalqningki ijodchanligi buni aytib muhimdir. Ya'ni qonun organlari, qonun chiqaradigan, qonun ijro qiladigan bu organlar, hokimiyat tarmoqlari, institutlar bularni aytib muhim. Bularning muhim bo'lishi bu bozorchilikningki normal aylanishi, aqliy mulk huquqining qo'g'dilishi, andan keyin aqliy mulk huquqining qo'g'dilishi, xususiy mulkning qo'g'dilishi. Ya'ni siz ishlab tepib bir narsani qilsangiz haq tatvas bo'lmaydi, haq mushtum zo'rliqlar egallab olmaydi davni. Qonun bo'yicha bo'lishi kerak bu ishlar. Hukumatning o'z oldiga qonun bo'yicha oldiga usul va yana bajarqiliq. Kirimni bakchiq tepib ketsangiz to'laydigan bejangiz chiqadi. Lekin u qonuniy shaklda. Demak, kishilarning shaxsiy huquqi, bir narsani ijod qilsangiz, ideyangiz yangi bo'lsa, aqliy mulk huquqini qo'g'dish kerak, bozorning tartibini qo'g'dish kerak, saxta mollarning, ziyonli mollarning yamrab ketishining oldini kerak, bozor tartibini qo'g'dash kerak, qoida tuzumlar bo'yicha ish qilish kerak. Demak, vaqt qonun chiqarish, qonun orqali qo'g'dash, qonun orqali yurishlashtirish, kafolatlantirish deganlar buni aytib muhim. Bu usti qurilmaga mansub ya'ni bir kuchli bo'lgan bir pul muomala sistemasi bo'lish bir jamiyatda. Anadan keyin bir adolatli jamiyat bo'lish, bir kuchli davlat qurish uchun, kuchli gullangan bir jamiyat qurish uchun adolatli jamiyat bo'lish kerak, kishilik huquq qo'g'dalgan bo'lish kerak, hammadan qonun oldida barobar bo'lgan bo'lish kerak. Andan keyin ularning manfaat qonun bo'yicha qo'g'dilishi kerak. Buni cherlikdan xoli ochiq bir quyosh nuridek parlab turadigan jamiyatlar qila oladi. Andan keyin yana bir ish nima desa, jamiyatlarning gullanishida kishilarning iddisi, ijodchanligini aytib muhim deb qaraydi. Iqtisodshunoslar buning ishini. Ya'ni idea madaniyatlarni o'zgartiradi. Idea yangi mahsulotlarning kashf qilinishi, yangi mulozimatlarning maydonga kelishi,
buni barliq keltirdi. Albatta, u yangi ideya, yangi mahsulotlarni kashf qilganlarning aqliy mulki qo'g'dilishi kerak. Aqliy mulk qo'g'dilishi kerak, patent bo'lishi kerak demoqchi. Biroq kashfiyat bo'lmay turib, yangi ijodiyat bo'lmay turib, ham yangilik bo'lmaydi. Bu xil yangiliklar, ijodiyliklar yana nima asosida bo'ldi degan vaqtda uchuq bir jonliq jamiyatlarda kuchli ma'rif asosida bo'ladi. Shunga bir davlat uchun iqtisodning yaxshi bo'lishi muhim, davlat mudofaasining kuchli bo'lishi muhim, aholining sog'lomligi muhim. Ammo bularning asosi ya'ni ma'rifda deb qaraydi. Shu, unda bo'lsa iqtisodshunoslar masalani o'ylagan vaqtda to'xtamay tanlashga duch keladi. Iqtisodiy masalani o'ylaganda o'zining hayotidagi masalani o'ylashgan vaqtda shunday har xil tanlashlarning ichida o'zi yaxshi deb qaragan narsani o'ylashdi, fursatdan narxi nuqtasidan chiqib turib, marginal analiz nuqtasidan chiqib, ya'ni ma'lum bir ishni keyin qilsam, uning foydasi qanchalik bo'ldi, ziyoni qanchalik bo'ldi deb o'ylab turib ish qiladi degandek mushu narsalarni cho'qib bir bililish kerak. Albatta biz odatda turmushimizda ikkinchi qahvani ichsam, uning marginal unumi qanchalik bo'ldi, marginal tanarx qanchalik bo'ldi deb hisoblab yurmaymiz. Nima? Ichkimiz bo'lsa ichimiz, ichkimiz bo'lmasa ichmaymiz. Ammo olimlar, har qaysi fanning olimlari o'zi tadqiq qilayotgan narsalardan muayyan bir qilibni hosil qilib, shundan yakunlashtirib bir qoidalarni, qonuniyatlarni bayqaydi. Bu narsalar dal shu kishilarning qilmish faoliyatlaridan chiqarilgan yakunlardan iborat. Ya'ni prinsip deymiz, qonuniyat deymiz. Ish qilgan vaqtda shularga amal qilsak xatolashmaymiz. Chunki kishilar shu xil prinsiplarga amal qilib taraqqiy qilgan, beyg'an yoki gullangan. Bugungi leksiya shunchalik bo'lsin. Rahmat sizlarga.